Bir kunda akalar servisimizda ikkita mashinani tayyor qilib egalariga topshiryapmiz. Bugungi kunda bittasi 19 ming probeg yurgan, hali magnitofon qo'yishga uspit qilmagan Cobalt'imiz bo'ladi. Bunga kuzov terib berdik. Bittasi esa oldi mordadan ayanchli udar yegan holatida biz buni radnoy holatda qilib berdik akalar. Ikkala Cobalt'imizni ham bugun egalariga topshiramiz. Birma-bir ishini tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'rib turamiz. Buni ish jarayonlari ikkala mashinaniki ham postimizga qo'yib borilgan, o'zimizning servis postimizga kirib ko'rsalaring bo'ladi. Buni polni hali ko'rishlaring mumkin. Idealniy holatda qilib terib berdik. Qo'ldan kelgancha sifatli qilib. Hozir kapotini ochib ko'rsam, motor xonalariga e'tibor berasizlar. Ish sifatiga baho berasizlar akalar. Hozir saloniga ham bir qarasalaring mana. Hali magnitofon qo'yilmagan mashina ko'rishlaring mumkin. Biz buni qo'ldan kelgancha zavoddan ham zo'r qilib, zazorlarini to'g'rilab terib berganmiz akalar. Buni esa oldi mordalarini radnoy qilib, kapot krılolarini radnoy qo'yib, tortib, mashinani bilinmaydigan qilib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Nurik servisga obuna bo'lib qo'yib, videoni yaqinlarga jo'natib, buni ish jarayonlarini postimizga kirib ko'ramiz akalar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, akalar shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Nurik servisga tashrif buyuramiz.